Minho TV taqdim etadi. Ovoz berishda Aryum, Mitsuha, Elmurod hamda Minho ishtirok etdi. Rollarda Chon Il-u, An Je-hyun, Pak Su-dam, Lee Chon-shin, Chhve-min, hamda Son Na-in. Zolushka va to'rt ritsar. Pulga shunchalik muhtojmisan? Hoy, Kanjivun. Nima, qizimni xafa qilmoqchimisan? Qizim deysanmi? Ikkalangiz ham bas qiling. To'xta. Bilaman. Senga o'xshaganlar pulni osongina sotishlari mumkin. Lekin dunyoda bunga qurbi yetmaydiganlar ko'p. Shoshma. Kimsan o'zi? Nima qilyapsan? Gaplaringga umuman qiziqmayman, shunday ekan yo'qol. Boshqacha aytganda, Kang Hyun-mindan uzoq yur, yo'qsa oqibati yomon bo'ladi. Isming Kang Jivon, shundaymi? O'zing bilmagan narsalar haqida valdirama. Bu senga oxirgi ogohlantirishim. Agar yana menga qo'lingni tekkizsang, buni o'lim tilash deb qabul qilaman. Shoshma. Xafa bo'ldingmi? Senga laqmadek ko'rmayapmanmi? Yo'q, gap unda emas. 자꾸 너밖에 안 보여 마음이 너만 가리켜 거짓말처럼 떨리는 이 기분 처음이야 왜 이제야 나타난 거야 기다려왔던 운명 같아 내 전부를 다 걸 만큼 너무나 소중해 I feel your heart 하나부터 열까지 다 궁금해 나도 몰래 두 눈을 꼭 감았다 뜨고네 Make you feel my love, love, love 이제 너는 너 혼자가 아니야 내 사랑은 날마다 더 커져가 정말 너 하나밖에 몰라 You're the only one for me 오직 나만을 봐줘 세상 끝에 있어도 달려가 내가 Sehr o'z kuchini yo'qotdi. 네가
사소한 다툼 that's not a problem 모두 시작은 서툴고 어설퍼도 오히려 난 강해져 사랑은 원래 없어 진심인지 아닌지 재는 건 구속이야 물론 har qanday sarguzashtlarni boshlash uchun avval birinchi qadamni bosish kerak. 사랑을 말하면 영혼의 갈증은 자연히 해소 돼 You gotta trust me by now Bye 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 슬픔은 goodbye 이 만남을 소중히 해 네가 나 자신인 것처럼 어떻게 이런 마음에 아름다움에 존재하는 걸까 저 하늘의 별을 닿음에 가능하다 해도 내겐 상대 안돼 날아갈까 숨겨진 천사의 날개 뒷모습만 봐도 심장이 뛰어 표정 하나하나 Endi ichkariga kirishing kerak. Yetib keldikmi? Nega bunchalik xayolparast bo'lib qolding? 너를 위한 일이라면 다 설레 쉽게 놓지 Hyunmin senga shunchalik yoqadi. Uni sen bilan ishi bo'lmasa ham Hali ko'rasan e'tiborini qozonaman. Mendan xavotir olma. 달려가 내가 지킬 수 있게 Kang Hyunmin. Nima qilmoqchisan o'zi? Hech narsa, endigina dushdan chiqdim. Bugun to'yda nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Ha, bobomga to'y sovg'asi berdim. Buni nimasi yomon ekan? Evaziga u ham senga bir sovg'ani tayyorlab qo'yibdi. Bu kim? Sening haqiqiy qallig'ing. K-Group raisining qizi. Bu nimasi? Meni majburlab uylantirmoqchimisiz? Ertaga u bilan ko'rishasan. Bu birinchi uchrashuv, shunday ekan o'zingni yaxshi tut. Bo'ldi qiling, nega menga bunday qilyapsiz? To'yda qilgan to'poloningdan keyin qutulib qolaman deb o'ylaganmiding? Ha, menga baribir. Raisning merosxo'ri bo'lib qolishni istasang, borganing ma'qul. Ha, la'nati. Mayli, boraman, bo'ldimi? Shu paytgacha 5 marta uylangan bo'lsam, kechagisi men uchun eng yaxshi to'y bo'ldi. Juda qiziq tomosha bo'ldi. To'xta. Bilaman. Senga o'xshaganlar pulni osongina sochishlari mumkin. Ammo dunyoda bunga qurbi yetmaydiganlar ko'p. Bu qiz oddiy qizga o'xshamaydi. To'yga kelgan o'sha yosh xonimni yaxshilab surishtiringlar. Xo'p bo'ladi. Xayrli tong. Hoy. Men nonushta qilishim kerak. Bunday imillash bilan hayotda biror narsaga erisha olaman deb o'ylayapsanmi? Uzr, bugun biroz kech uyg'onibman. Hozir ovqat tayyorlayman. La'nati, seni kasringga och qoladigan bo'ldim. Jonimga tegdi. Nima kerak? Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Yo'q, so'rama. Haligi hech bo'lmasa bir marta eshita olasizmi?
Nima? Universitetning birinchi to'lovi uchun qarzga biroz pul berib tura olmaysizmi? Yarim kunlik ishlarda ishlab albatta qarzimni qaytaraman. O'qish puli? Nimalar deyapsan o'zi? Yonamning o'qish pulini nazarda tutyapsanmi? To'xta. Nima sen o'qishga kirish uchun Yonamning o'qishdan yiqilishini Xudodan so'rab yurganmiding? Yo'q, men buni nazarda tutmadim. Sal avval puling ko'pligidan maqtanayotgan eding-ku. Endi nima deyapsan? Nima men senga Yonamni o'qish pulini berishim kerakmi? Esingni yeganmisan? Aqldan ozib qoldingmi? Nega baqir-chaqir qilasiz? Uxlaganni qo'ying, jim bo'ling. Qo'y. Yo'qol. Yo'qol dedim senga. Mayli, men ketdim. U millatning omadli qiziga aylandi. U Hanyu kompaniyasining birinchi meroskori Kan Hyunminning qallig'i. Lekin bu qiz o'zi kim? Uni kimligi bilan butun Koreya qizlari qiziqyapti. U kim o'zi? O'tgan hayotida birovni qutqarganmi? Nihoyat internetda uni rasmi chiqdi. Bu kechagi kunning eng shov-shuvli yangiligi. Hanuel Group raisining merosxo'ri Hyunmin o'z qallig'ini bobosi Rais Kanning to'yiga olib keldi. Albatta, mana marhamat. Millatning omadli qizi surati. Bu qiz Yunhavonga o'xshar ekanmi? Yunhavon? Qo'ysangizchi bo'lishi mumkin emas. Rostdan ham o'xshar ekan. Oyi, hozir asabim buzilib turibdi. G'ashimga tegishni bas qiling. Yo'q, xudo. 그녀가 입고 있는 웨딩 드레스 스타일입니다. 웨딩 드레스요? 네. Allo azizim. Ha, albatta, hammamiz yaxshimiz. Havon va Yuna hozirgina chiqib ketishdi. Ular xuddi ajralmas dugonadek. Shunday. Ertaga kelasizmi? 헐리우드에서도 탑 셀러브리티들만 입을 수 있는 Hukumat o'z ishini qilish kerak. Xudoyim, bular odamni qon qilib yuboradi-da. Janob, Nima? bugun maosh kuni edi. Xo'sh, Keyingi oyning maoshini oldindan berib tura olmaysizmi? So'z beraman, juda qattiq ishlayman. juda qiziq-ku, odamni g'ashiga tegadi-ya. Pulga ega bo'lish uchun ishlash kerak. Ishlamasdan turib pul olmoqchimisan? Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Keyingi oyda bormisan, yo'qmisan, Xudo biladi axir. Qanaqa ahmoqona iltimosa bu, tavba. U do'konda, qahvaxonada, restoranda va kinoteatrda yarim kunlik ishchi bo'lib ishlaydi. Shu bilan birga it sayr qildiradi va istirohat bog'ida ham ishlaydi. Hozirda uning 10 tadan ortiq yarim kunlik ishi bor ekan. Oilaning yagona boquvchisi ekan, to'liq emas. Lekin o'zini o'zi eplashi kerak. U yoshligida o'z onasi vafot etgan, otasi esa qayta uylangan. Hozirda u o'gay onasi va o'zi bilan tengqur o'gay singlisi bilan birga yashaydi. Otasi yuk mashinasi haydovchisi, lekin ko'pincha viloyatlarda ishlaydi. Shuning uchun uyga bir necha oyda bir marta keladi. Oilasi unchalik badavlat emas ekan. Shuning uchun qizlardan faqat bittasini o'qishga yuborishga qurbi yetadi. Shu sababli Yun xonim o'z o'qish pulini ishlash uchun bor kuchini sarflamoqda. Yoshiga nisbatan ancha ulg'aygani bejiz emas ekan. Nabiralarimni taltaytirib yuboradigan odamlardan ko'ra, unga o'xshagan odamning ularga g'amxo'rlik qilgani ancha yaxshi bo'ladi. Xanun krematoriysi 3.995.000 won. Qoldiq 800 won. To'g'ri. Univerga kelasi yil ham borsam bo'ladi. Agar bir yil qattiq ishlasam, 4 million wonni tezda yig'ib olishim mumkin. Yo'q, bundan ko'proq ishlashim kerak. Shunda oyimning ruhi shod bo'ladi. O'qish uchun 4 million won. Dadam nega javob bermayapti? Nima?
Bu meniki emas-ku. Ah, bo'lishi mumkin emas. Siz bilan ko'rishmoqchi bo'lgan bir inson bor. Nima? Assalomu alaykum. Kiyimingizga nimadir ilashibdi. Nima? Ha, chiroyli ta'zim bo'ldi. 2 marta ta'zim bilan kutib olinish yaxshi ekan. Janob, hazil tuyg'ingiz ajoyib ekan. Bu maqtov edi, shundaymi? O'sha kuni bo'lgan voqea uchun uzr so'rayman. To'yingizni buzib qo'ydim deb juda xavotirda edim. Bu haqida tashvishlanmang. Lekin nega meni ko'rmoqchi bo'ldingiz? Aybga buyurmaysiz, men siz haqingizda biroz surishtirdim. Kitoblarga bo'lgan didimiz bir xil ekan. Onam aytardilar-ki, Sanzi ta'limotiga amal qilsam, hayotimni qiyinchiliksiz o'tkazar ekanman. Qoyil. Menga ham o'sha hikmatlardan o'rgatishni istarmidingiz? Nima? Keling, avval sizga hammasini tushuntirib beraman. Henul uyining me'moriy dizayni tabiatga asoslangan. Zamonaviy arxitektura bo'yicha u butun dunyodagi eng yaxshi 100 ta binodan biri. U nihoyatda xavfsiz va begona odamlar ichkariga umuman kira olmaydi. Ajoyib. U yerda kim yashaydi? U yerda Rais Kangning nabiralari yashaydi. Raisning to'ng'ich nabirasi Kang Hyonmin shunday insonki, u o'ziga berilgan cheksiz muhabbatni ko'pchilik bilan bo'lishni istaydi. Qisqasi, haqiqiy xotinboz. Raisning ikkinchi nabirasi Kang Ji-won. Chegaralarni buzadigan va hech kimga bo'ysunmaydigan shaxs. Haqiqiy bezori. Raisning kenja nabirasi Kang So-woo qo'shiqchi, bastakor, yulduzlik qobiliyatiga ega inson va tengsiz. Qisqasi, bekorchi. Amakivachcha bo'lmish bu uchovlon o'tgan yildan beri Hanul uyida yashay boshlaydi. Aynan shu bezorilar sababli sizga bir taklifim bor. Nabiralarimni odam qilib tarbiyalashga yordam berasiz. Buni qanday tushunishim kerak? Ularga tarbiyaviy soat o'tishini xohlaysizmi? Shunga o'xshash desa ham bo'ladi. Jiddiymi? Boyvachcha bolalar katta bo'lib qolgach, yaxshi inson bo'lib, pullarni barini xayriya qilib yubormasligi uchun atayin odob o'rgatilmaydi deb o'ylardim. Ularni faqat pulni o'ylaydigan yomon xulqli qilishadi deb o'ylardim. Rostdanmi? Unday bo'lsa o'sha uyda yashab, meni shu odobsiz nabiralarimni o'zgartirib bera olasizmi? Men ularni isloh qilish dasturini ishlab chiqdim. Sizdan talab qilinadiganı 3 oy davomida bergan topshiriqlarimni bajarish. Buni qanday uddalay olaman? Siz buni aniq uddalay olasiz. Agar men uchun shu ishni qilsangiz, o'qish pulingizni to'lab, hatto chet elda o'qitaman. O'qish? Aytmoqchimanki, hayotingizni butunlay o'zgartiraman. Okay? Bir lahza meni ishontirdingiz. Lekin bu ishni zimmamga olishga umuman haqqim yo'q. Kechirasiz. Harbiy san'at 1-bob 5-qism. Yonayotgan uyni talash. Boshqacha aytganda, har bir imkoniyatdan unumli foydalanish. Buni yaxshi imkoniyat deb o'ylamaysizmi? 3-bob 14-qism. Ruhni tiriltirish uchun umidsiz ko'ringan imkoniyatdan qochish kerak. Rostdan aytsam, bu umidsiz. 3-bob 18-qism. Dushmanni yengish uchun sardorini qo'lga ol. Jang tugamaguncha umidsiz urinishmi yoki hayotiymi, o'zingiz ko'rishingiz kerak. 6-bob 36-qism. Hammasi barbod bo'lsa chekin. Hozirgi vaziyatimda eng mos keladigan daromad shu bo'lsa kerak. Shu qiz uchun shunchalik harakat qilish shartmi? Men uchun inson hayotini o'zgartirish hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi.
Hayotda yanada go'zal ekansiz. Bunday ochiqchasiga xushomad qiladiganlarni yoqtirmayman. Menga kiyinish uslubingiz ham yoqdi. Ayollarni yoqtirsangiz kerak. Hamma sizni raisning to'yiga kimnidir yetaklab kelganingiz haqida Bu gapiryapti. shunchaki gap so'z emas. Kelishdan oldin men haqimda surishtirmadingizmi? Albatta surishtirdim. Ammo bunday uchrashuvda o'zingizni fe'lingizni ko'rsatasiz deb o'ylamagandim. Yoki bu sizni puxta o'ylagan hiylangizmi? Nega endi ayol kishi bilan uchrashuvdan oldin qandaydir reja tuzishim kerak? Keling shunchaki vaqtimizni chog' o'tkazamiz. Menga bugun hamkorim bilan uchrashishimni aytishgandi. Chamasi u odam siz emas ekansiz. Keling, avval kelishuv shartlarini muhokama qilamiz. Keldingmi? Hyunmin, Mish-mishlarni eshitganim orasdan ham boshqacha ekansan. Muzokaramiz tugadi shekilli. Sizni qaytib ko'rmaslikdan umidvorman. Uzr. Kan Hyunmin. Nima qilyapsan o'zi? Nima demoqchisan? Odamlardan o'z maqsading yo'lida foydalanma. Shuning uchun ham uzr so'radim-ku. Men sen uchun kimman o'zi? Yoshligimdagi sobiq do'st. Seningcha bor yo'g'i shumi? Yana nima bo'lsin? O'tmishni yana qo'zg'atmoqchimisan? Bilaman, o'sha kundan keyin o'zgarib Ha, qolgansan. albatta. 10 yildan keyin har qanday odam o'zgaradi. To'g'ri. Axir men ham o'zgarganman. Lekin bilasanmi, bu o'zgarganingdan keyingi ko'rsatadigan eng jirkanch qiyofang bo'ldi. Men hamon 10 yil oldingi seni bir qisming qayerda bo'lmasin, ich-ichingda saqlanib qolganiga ishonardim. Salom janob. Janob, kecha buni unutib qoldiribsiz. Menimcha bu meniki. Yo'q, shoshma. Rahmat. Yun Havon. Faqat bir daqiqaga iltimos. Men telefonimni birovning telefoni bilan adashtirib ketibman. O'zimniki qolib ketibdi. Lyuks xonalarimizga duch kelgan odam kira olmaydi. Kechagina kirgandim-ku, nega bugun kira olmas ekanman? Siz kecha boshqa mehmon bilan kelgandingiz, to'g'rimi? Bugun xonangizga to'laydigan hech kimingiz yo'q shekilli. Nima? Kecha mehmon bilan bo'lganingiz uchun istisno qilgan bo'lishimiz mumkin, lekin bugun lyuks xonaga chiqishingizga ruxsat bera olmayman. Iltimos keting. To'xtang janob, faqat bir martagina. Haqiqatdan ham bir soniya vaqt oladi xolos. Iltimos. Voy. Bu yerda nima qilyapsan? Ketdik. Telefonlar almashib qolgan birorta odamni ko'rmadingizmi? Maktab formasi haqida-chi? Yo'q, guldasta. Hech narsa ko'rmadim. Eski bo'lgani uchun
tashlab yubormadingizmi, mobodo? To'g'risi bilmadim. Rahmat. Bu qarzimni albatta qaytaraman. Yon Mindan yangisini olib berishini so'ra. U bilan shuning uchun uchrashmayapsanmi? U senga xohlagan narsangni sotib olib berishi ham mumkin. Gapirib bo'ldingmi? Senga o'xshagan qizlarning usuli o'zini mag'rur ko'rsatib, keyin tekin narsalarga ega bo'lish. O'sha kuni qiz bola bo'lganing uchun indamadim. Bundan keyin ko'zimga ko'rinma. Nima? Senga o'xshagan yigitlarchi? O'zingni zo'r deb o'ylaysan, keyin menga o'xshagan qizlarni kamsitasan. Bilib qo'y, sen haqiqiy ablahsan. Nima deding? Sen millatning omadli qizimisan. Nega bu telefonning egasi javob bermaydi-ya? Rostdanmi? Rostdanmi? Dahshat-ku. Hozir Xanyol uyida yashayapsanmi shunda? Yo'q, bormaslikka qaror qildim. Nima tentakmisan? U qanaqa joyligini bilasanmi? U yerda Xanyol kompaniyasining raisining nabiralari yashaydi. Ular aholining eng boy bir foiziga kiradi. Ular xuddi qirollik oilasidek gap. Shunday joyda yashash imkoniyati bo'la turib, bu yerda qahva sotib o'tiribsanmi? Men uchun bu tovush bank hisobiga tushayotgan pulning tovushi bilan bir xil. Men qattiq ishlashim kerak. Tentak bo'libsan. Bu ayanchli hayotingni qaytadan boshlash uchun imkoniyat-ku. Nega endi bormay bu yerda so'ppayib o'tiribsan? Shuning uchun bormadim. Ehtimol men mashhur oiladan emasdirman, lekin o'zimga yarasha g'ururim bor. Hayotimni o'zim himoya qilaman. Seni sevamiz. Bugungi konsert juda dahshat bo'ldi-da. Telefonimni olsam bo'ladimi? Albatta. Thank you. Bu nimasi? Bu meniki emas-ku. Nima? Telefoningizni bering. Albatta. Insonga borishimiz kerak. Voy, ko'tarishmayapti. Ko'tarishmayaptimi? Telefonimda qancha matnlarim bor edi-ya. Yo'q, telefon o'chib qoldi. Quvvatlagichimni olib kelmagandim. Seni telefoningga qilishyaptimi? Bunisi ham o'chib qoldi. Jin ursam, bunday bo'lsa telefonimni qanday topaman? Sevgi go'zallik shousini tomosha qilayotganingiz uchun rahmat. Men shou boshlovchisi Go'zal Yuna xonimman. Tadam! Hatto televideniyega ham chiqdim. Mashhur bo'lib ketishimga oz qoldi shekilli-a? Mayli, go'zallik shouimizni birgalikda boshlaymiz. Hammaga salom. Barchangizga ma'lumki, losos balig'i dunyo bo'yicha 14 ta super oziq-ovqatlardan biri hisoblanadi, to'g'rimi? Bu esa lososdan tayyorlangan mahsulotimiz. Bunga qarang. U teringizni silliqqina qilib qo'yadi va barcha ajillaringizni ham yo'qotadi, albatta sinab ko'ring. Men keldim. Yaxshi, endi sizga uy sharoitida qanday qilib? Siz millatning omadli qizisiz-a? Siz kimsiz? To'xtang, siz bu qizni videoga olmasligingiz kerak. Nima qilyapsiz o'zi? Nega uni suratga olyapsiz? Axir u Kang Hyunminning qallig'i-ku. Xo'sh, millatning omadli qizi bo'lish qanday ekan? Aytib bering. Yo'q, bu bo'lmagan gap. Lekin bo'ldi, chiqib keting. Hoziroq chiqinglar, qani. Siz Yonani tasvirga olgani kelgandingiz deb o'ylabman. Bu nimasi endi? Demak,
Millatning omadli qizi sen ekansan-da. Qanday qilib Kan Xyon meni qalig'i bo'lib qolding? To'yga qanday qilib bording? Bir voqea bo'ldi. Nima voqea jin ursin? Aytolmayman. Lekin u yerga o'z xohishim bilan bormadim. Rostini aytyapman, Yuna. O'zingni bunaqa sodda tutma. Bunaqangi abgor hayotingdan qutulish uchun qaysidir boyvachchani yo'ldan urgandirsan-da. Endi nima uchun chorasiz edim deb bahona qilyapsan? Oramizda hech narsa yo'q rostdan. Hayotimni o'zgartirish uchun kimdandir foydalanmoqchi emasman. Birovning hisobiga yashash niyatim yo'q. Yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Uydan daf bo'l. Yuna. Birovni hisobiga yashamoqchi emasman deganding shekilli, lekin hamon bizni oilamizga yopishib olib yashayapsan-ku. Axir biz oilamiz-ku. Men seni hech qachon oilam deb bilmaganman. Qani hayotimdan daf bo'lchi, la'nati. Dadasi ertaga qaytarkan, uni rostdan ham haydab bormoqchimisan? Nima bo'lsa bo'lar. Jin ursin. Boshqa kiyadigan kiyimim ham yo'q edi. Undog'i ketmasa kerak. Ushbu dorammi Minho TV jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Buni endi nima qilsam ekan? Men hamon 10 yil oldingi seni bir qisming qayerda bo'lmasin ich-ichingda saqlanib qolganiga ishonardim. Allaqachon ro'yxatdan o'chirildingiz. Unda menga boshqa xona bering, iltimos. Xo'p. Bu karta negadir ishlamayapti. Janob Kangjivon, rais sizning Xanul uyiga qaytishingizni istaydi. Bormayman. U holda Xanul guruhga aloqadorlik kelib chiqadigan hech qanday imtiyozlardan foydalana olmaysiz. Bunday narsalarsiz ham yashay olaman. Jivonning yaralari ancha chuqur ko'rinadi. U Xanul uyiga ko'nika olmayotganga o'xshaydi. Balki noo'rin gapirayotgandirman, lekin Jivonni Xanul uyiga qaytarish qiyin bo'ladi shekilli. Shuning uchun tezroq qaytarish kerak. Uni uyga qaytarish uchun yaxshi narsa o'ylab qo'yganman. Mana bu tomonga. Ishing tugadimi? 3-zalda tomoshabin yo'q. Yur kino ko'ramiz. Kino va popkorn. Ajoyib-ku. Hozir boraman, xo'pmi? La'nati. Ketishim kerak. Mayli, yaxshi o'tir, bo'pti. Nega?
그쪽 아니 정화 씨 무시해서가 아니고 내가 후져서 말 못했던 거야. Nega qochishim kerak? Men hech qanday xato qilmadim-ku. Yo, xudo qo'rqitib yubording. Puling bormi? Rostdan ham boyvachchamisan? Agar shunday bo'lsa, qanday qilib yoningda hatto unvon ham yo'q? Kavlashtiravermasang-chi. Puling bormi, o'zi yo'qmi? Shuni aytsang bo'ldi. Bor. To'g'rirog'i, agar do'konning pulini to'laganingda bo'lar edi. Menda 5000 won bor. Qaranglar, buncha katta puling bor ekan, nima bo'lganda ham qizaloq. Bularni barchasini unutishing kerak. Ey Xudo. Gapingda turmaysan shekilli. Qorning ochligidan shunday qildingmi? Biroz kutib tur, kiyimimni almashtirib hozir chiqaman. Shuning o'zi bilan hammasini hal qilsa bo'ladi. Mehmonxonada yordam berganing uchun qarzim uzildi. Kelishdikmi? Endi hisob-kitob joyida, xo'pmi? Senga bergan yordamim bor yo'g'i 1,5 mingmi? Pishloq bo'licha. U bilan birga 2500 won bo'ladi. Pishloq bilan mazaliroq bo'lishini senga men o'rgatdim. Buni o'zim ham bilardim, tushundingmi? Faqat bir muddat esimdan chiqdi. Nima? Men to'lagan o'sha qo'shimcha 1000 wonni hisoblamaysanmi? Voy, pishloqni qaytar. Tezroq qaytar dedim. Tezroq yeb qo'ymasdan qaytar. Voy, ey xudoyim, tinchlansan-chi. Voy, uzr-ey. Ovqatlanayotganingda endi seni bezovta qilmayman. Yeyaver. Qornim och deding-ku, tezroq ye. Yana pulim to'lamasdan qochdimi? Telefonimni yo'qotdim, uydan qaytaldim, ko'chada qoldim. Bugungi kunga nima bo'lgan-a? Shuni biroz quvvatlab olsam maylimi? Agar xo'jayin bilib qolsa baloga qolamiz. Qanaqaligini bilasan-ku. Unda telefoningni berib tura olasanmi? Moliyaviy ta'minotdan uzib qo'yish foydasiz ekanligini bilsangiz kerak. Bilib qo'y, uyga qaytishing uchun bundan ham battar ishlar qilaman. Baribir o'sha uyingizga aslo qaytmayman. Qaytasan. Qaytmayman dedim. Men shunchaki hammasi o'z holiga qaytishini istayman xolos. Bu nimani anglatishini tushunib turibsan, to'g'rimi? O'zingnikini deb bilgan hamma narsa bir zumda yo'q bo'lishi mumkin. Menda shunday qudrat bor. Tez orada seniki ham bo'ladi. Menga bunday qudrat kerak emas. Menga yopishib olishni bas qiling. Men endi qanjivun bo'lib yashayman. Mashinani hayda. Uni shundayligicha tashlab ketaveraylikmi, janob? Hammasi yaxshi bo'ladi. Tez orada qaytishni o'zi xohlaydi. Ha, siz kimsiz? Men shu telefonning egasiman. Nega qo'ng'iroqlarga javob bermadingiz? Ha, men ham qo'ng'irog'ingizni kutayotgandim. Xullas, bugun sizni dastingizdan xabarlarni birontasini o'qiy olmadim. Ha, rostdan tinmay xabar kelyapti. Rostdanmi? Uydagilarim bo'lsa kerak. Telefonni ochib bera olasizmi? Nima? Sizga kod raqamlarni aytaman. 572943881. Shoshmang, lekin qanday ochaman? Shunchaki barmog'ingizni raqamlar joylashgan joy bo'ylab yurg'izing. Nega buncha murakkab yoki biror mashhur odammisiz? Qani sekinroq urinib ko'ring. 5
7 2 9 4 3 8 6 1. O'xshadi. Ochdim. Rostmi? Kim yozibdi? Xo'sh, bir daqiqa. Yuna degan odamdan Nima ekan. deb yozibdi? Tezroq ayting endi. Isqirt. Faqat ovqatlanuv ket. Ertaga kechga birga ovqat yeyishingiz aytibdi. Dadam ertaga keladi debdi. Rostdan shunday debdimi? Ular bilan kechki ovqatni yeyishimni so'rabdimi? Ha, shunday. Ha, Rahmat. Hozir qayerdasiz? Kechirasiz. Men telefonimni olgani keldim. Nima, u mashhur odammi? Xiyun Minni qallig'i. Xabar qayerga ketdi? Menga xabar keldi deganingiz-ku. Ha, ularmi? Tasodifan o'chirib yubordim. Bu odat bo'lib qolgan. Nima? Xullas, ular bilan ertaga kechki ovqat yeyishingiz aytishdi. Rostdan ham uyga kel deyishdimi? Dadam keladilar deb aytishdimi? Ha, boya aytdim-ku. Ha? Telefonimni topib berganingiz uchun rahmat. Men ketdim. Tavba, ko'nglim nega bunchalar g'ash? Ertaga uyga kelasiz deb eshitdim. Nega menga umuman xabar yozmadingiz? Ertaga ko'rishamiz. U rostdan ham shu yerda ishlaydimi? Qancha vaqtdan beri kutyapmiz. Ana, millatning omadli qizi. Yunhavon xonim. Iltimos, Rostdan ham bizning o'zingizmisiz? savollarimiz bor. Xiyun Savolimizga bilan javob bering. unashtirilganingiz rostmi? Qanday qilib tanishdinglar? Nega sizni tanladi deb o'ylaysiz? Men u odam bilan hech qanday aloqada emasman. Dur, iltimos o'tkazib yuboringlar. Kechiring. Iltimos, bittagina ikkingiz qanday tanishgansiz? Uzr so'rayman. Qanday tanishgansiz axir? Ketdik. Janob, qanday tanishgansiz? Qachondan beri uchrashib yurasiz? Savolga javobingizga javob bering, iltimos. Bittagina savol, qanday tanishgansiz? Qanday uchrashdingiz? Endi nima bo'ladi? Hozir qayerga ketyapsiz? Oy, shoshmang, savollarimizga javob bering. Qara, men qanchalik zo'rman-a? Men bilan uchrashganingdan so'ng millatni omadli qizi degan nom olding. Endi esa birdaniga seni qutqarib qoldim. Vaziyat qanday jiddiy ekanligini tushunyapsanmi? Qanaqa vaziyat? Seni hozir qutqarib qolganimmi? Sen ahmoqona yolg'oningni deb ishlar qanchalik jiddiy tus olganini ko'rib qo'y. Borib muxbirlarga ayt. Bizning oramizda hech qanday narsa yo'q deb. Shuni istaysanmi? Ha, Yaxshi, menga 5 daqiqa vaqt ber. Internetdan butunlay o'chirib tashlayman ismingni. nima? Sen daho hakkermisan yoki sehrgarmisan? Qanday qilib buni uddalay olasan? Nega menga ishonmaysan-a? Salom, Jon Yonminmisiz? Men Kang Hyonminman. Koreyadagi birinchi raqamli portal egasi uchun bu ishingiz pastkashlik emasmi? Qallig'im haqidagi xabarlar hamma joyga tarqalib ketibdi. Bular ochiqchasiga tuhmat va haqorat. Insonning erkinligi va qadr-qimmatiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Adolat uchun bunday qilmasligingiz kerak. Sizga yoki boshqacha usul bilan tushuntirishim kerakmi?
Saytingizdan barchasini o'chirib tashlang. Xullas, Kang Hyominning qallig'i haqida hamma narsani o'chiring. Hozirgina menga butunlay oshiq bo'lding, to'g'rimi? Shuncha ishdan keyin meni sevmaslikni iloji yo'q menimcha. O'zim ham qo'yil qoldim. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Albatta oddiy odamlar uchun bu ilojsiz ish. To'g'risi bu safar o'zim ham qoyilman. Voy, bu nimasi? Etim jo'nchikib ketdi. Badanimni qara, titrayapman menimcha. Puling ko'p bo'lsa, portal saytlarini ham buning haqiqat ekanligini tushunolmayman. Internetdagi manbalarga qattiq ishonardim. Ha, rostdan ishonmayman. Bunaqa paytda boshqa narsani o'ylash qanday bu? Nima qilibdi? Hozirgina pulga sotib olib bo'lmaydigan narsani topdim. Nima ekan? Bu seni tabassuming. Kulsam kulmasam senga nima farqi bor? Nima bo'lsa ham rasmlarni o'chirib yuborganing uchun rahmat. Eshitaman. Nima? Dadam oyimni hokini olib ketdilarmi? Voy, nima qilyapsan? Men keldim. Nima? Biror gap bo'ldimi? Yo'qol bu yerdan. Tozalanglar. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Qo'y. Nima gap o'zi? Bizdan hech narsa so'rama. Shunchaki ket. Keyingi safar kelaman. Jibun. Bu xo'jayin yig'ib qo'ygan pul. Juda afsusdaman, lekin iltimos, boshqa bu yerga qaytib kelma. Nima? Bizni oldimizga bobong kelgandi. Unga biz va'da berdik va seni umuman tanimagandek bo'lishga harakat qilamiz endi. Bunday va'damiz uchun bizga yetarlicha pul to'ladi. Hanivel guruh rostdan ham qudratli ekan. Ularga odamni, taqdirini, hayotini o'zgartirib yuborish o'yinchoqdek gap ekan. Unday bo'lsa yaxshi. Nima? Meni sotibsiz-da. Albatta shuncha pulni olish kerak. Hammasi yaxshi. Kechir. Demak bu bobom aytgan o'sha qudrat ekanda. Odamlarni sotib olish qudrati. Maqsadiga yetish uchun sen uchun qadrli bo'lgan hamma narsani o'chirib tashlashga qodir. U rostdan ham ajoyib ekan. Endi bu dunyoda Han Ji-won degan odam yo'q. Faqat Kang Ji-won bor. Aytdim-ku men Han Ji-wonman. Bundan keyin hattoki sen ham o'z holingcha yasholmaysan. Hey, Key guruh raisining nabirasi hamma yoqda jar solib yuribdi. Endi boshqalar bilan biznes qilishingga yo'l qo'ymas emish. Menga ortiq qizig'i yo'q. Juda beparvosan-da. Bizga o'xshaganlar uchun kelishilgan nikoh oddiy hol. O'zingga yaxshi xotin topolmasang yomon. Bunday qilib
Merosxo'rlik o'rningni xavf ostiga qo'yib yuborsang nima bo'ladi? Nima? Bo'lishi mumkin demoqchiman. Hozir Kang Sovu ham Xanul uyida yashaydi. Senga qarindosh bo'lgan Kanjivu ham qayerdadir paydo bo'lib qoldi. Raqobatching juda ko'payib ketdi. Bir oyligini bering. Shaxsiy guvohnoma Kanjivu. Demak, u xiyonmenni qalig'i emas ekanda. Menimcha, u pul uchun shunchaki rol o'ynagan. Juda g'alati betga chopar qiz ekan. Men uni oldiga borib, nabiralarim bilan Xanul uyida yashashini taklif qildim. O'sha qizning nimasi sizga bunchalar yoqib qoldi? Ba'zida men pulni boshqaryapmanmi yoki pul menimi deb o'ylab qolaman. Ammo u pulni ko'rib ham o'z ahdidan qaytmadi. O'ylashimcha, u bolalarni eplay oladigan darajada munosib. Kiraver. Xo'sh, nima bo'ldi? Jivun bilan bog'liq masalani hal qildim. Qizchi. Uni kuzatish uchun odam qo'ydim. Lekin u fikridan qaytadiganga o'xshamayapti, janob. Sizning taklifingizni qabul qilish niyati yo'qqa o'xshayapti, janob. Kutganimdek bo'lib chiqdi. Lekin men uni qo'ldan boy bermayman. Voy, bizning Havonimiz kelibdi-ku. Kela qol Havon, birga ovqatlanamiz. Oyim qayerdalar? Oying shu yerda-ku, qizim. Eshitishimcha, siz oyimning Hokini olib ketibsiz. Oying qarshingda turibdi. Yana kimni qidiryapsan? Baqirmang, azizim. Bunday qilishga qanday haddingiz sig'di? Joy to'lovlarini to'lamaganingizni eshitdim. Ulardan 5 million qarzimiz bor edi. Men 4 millionini to'ladim. Qolganini to'lab bersangiz oyim tinch bo'lardi. O'lib ketgan odamga yana qancha pul sarflash kerak? Axir u sizni rafiqangiz edi-ku. O'sha xumdagi kulni hech qanday ahamiyati yo'q. Qadimda kulni daryoga oqizishgan yoki shunchaki yoqib yuborishgan. Vahima qilaverma. Oyim so'nggi manzilidan ayrildilar. Men qanday hech narsa qilmasdan qarab tura olaman? Qanday hadding sig'yapti? Seni shuncha parvarishlab katta qilgan onangning oldida-ya. O'lgan odam uchun doim janjal qilaverasan. Azizim, hammasi joyida. Men ham o'sha pulni topishga harakat qilaman. Menda Yona va Havoni o'qitish uchun yig'ib qo'ygan pulim bor. Menga faqat bittamizni yuborishimiz mumkinligini aytgandingiz. Havon, jahling chiqqanini bilaman, lekin bunda yolg'on gapirmasliging kerak. Undan tashqari balkonda turgan buyumlarim qani? O'tgan safar dadang kelyapti deb har narsani yashirdingiz. Onamning rasmlari yo'qolgani uchun qancha qidirdim. Nimalar deyapsan o'zi? Narsalaring xonangda turibdi-da, albatta. Yona bilan birga turadigan xonangda. Yo'q, meni xonam o'sha balkon. Nima, meni ataylab yomon ko'rsatmoqchimisan? Yo'q, men bor haqiqatni aytyapman. Bo'ldi bas.
Juda haddingdan oshib ketibsanmi? Katta qilgan onangga shunday gapirasanmi? Yaxshilikni bilmagan. Menga umuman ishonmaysiz, shundaymi? Birovni bolasini katta qilib xato qilibman o'zi. Nima haqida gapiryapsiz? Oying seni boshqa erkakdan orttirgan edi. Demak, men sizning qizingiz emasmanmi? Qizim ekanligingga ishonishni xohlagandim. To'xtang, azizim, bu nima deganingiz? Nima? Dadamga umuman aloqang yo'qmi hali? Demak, biz haqiqiy oila emas ekanmiz-da. Qayerga ketyapsan? Dadang jahli chiqqani uchun shunday dedi. To'g'ri, ketsang yaxshi bo'lardi. Mana qara yura qoling. Mana, ehtiyot bo'ling. Bo'ldi, oz qoldi, yetib keldik mana. Tezroq ichkariga kiramiz. Qani, o'p ketmang, qani bo'la qoling. Bizning kichkina malikamiz. Qora belbog' ololmaganing uchun xafamisan? Yo'q, Havon, men nima degandim? Harbiy san'at 1-bob 4-qism. Dushman holsizligicha kuting. Fursat kelgancha kut. Ha, to'g'ri. Bundan buyon yaxshiroq harakat qilsang bo'ladi-a? Albatta. Ha, seni qara-yu. 언제까지 난 너를 기다릴래. 숨 쉬는 이유조차 너라는 걸 넌 모르지. 사랑한다 말로는 부족해. 세상 하나뿐인 내 사랑. 얼마나 더 아파해야 Eshitaman. Yun xonim, taklifimni o'ylab ko'rdingizmi? 수 있겠니. Rais bobo, Taklifim hamon o'z kuchida. Qaroringiz qanday? Javobingiz o'tgan safargidekmi? Qanul uyi eshiklari siz uchun ochiq. Without you, without you, 난 너를 보낼 자신 없어. Xanul uyida hammasi o'zgaradi. O'z ko'zingiz bilan ko'ring. Shoshma, yana bir ko'raychi. Xanul uyida hammasi o'zgaradi. O'z ko'zingiz bilan ko'ring. Men ketdim. Nima? Qayerga ketyapsan? Yo xudoyim-a. Mana, bo'ldi. Endi faqat radioga chiqish qoldi xolos. Okey.
Yana biroz ishimiz qoldi, keyin esa dam olamiz, usoq. Qani, ketdikmi unda? Qanul uyida hammasi o'zgaradi. O'z ko'zingiz Voy. bilan ko'ring. Nima? Mashinani ortga buring. Nega? Bu bobom tezroq. Tezda mashinani ortga bur, qani. Oyi. Rostdan ham shu yerda yashasam maylimi? Qani ichkariga kiraylik. Bu yerda yashashingiz uchun bitta shart bor. Qanul uyida ishqiy munosabatlar qat'iyan man etiladi. Ikkinchi qism yakunlandi. Ushbu dorama Minho TV jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda Aryum, Minho, Elmurod hamda Mitsuha ishtirok etdi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, azizlar, biz eski doramalarga jon berishni davom etamiz. 대전부를 타고 올 만큼 너무나